O'rtoqlar, bugun sizlar bilan amerikanskiy stilda 3,5 sutka qurilgan kottejlarimizning obzorini ko'rib o'tamiz. Ko'ramiz, ko'chalarimiz asfalt qilingan, egalari puldan ayashmagan, ko'chani boshigacha asfalt qilib tashlashgan o'rtoqlar. Xo'p, lokatsiyamizga kelayotgan bo'lsak, eski Kojniy Barinsadan shundoqqina kirganimizda 200 metr ichkarida joylashgan. Qani sizlar bilan birgalikda hovlimizning ichki planirovkasini, obzorini ko'rib o'tamiz. Narxi aniq sizlarni xursand qiladi o'rtoqlar. Hovlimizga kirib kelishimiz bilan bizning usti yopiq naves qilingan kattagina darvozaxonamiz kutib oladi. Bu yerga mashinalarimizni qo'yish uchun yetarli darajada joylarimiz bor va to'g'riga o'tadigan bo'lsa, o'zini mana shunaqangi kattagina yashil hududini ko'rishimiz mumkin. Bu yerga gullarimizni, daraxtlarimizni ekib dam oladigan zona qilib qo'ysak ham bo'ladi o'rtoqlar va binomizni ko'ryapmiz. Bir qavatdan iborat o'rtoqlar, podvollari ham yashash uchun mo'ljallangan haqiqiy amerikanskiy stilda qurib qo'yishgan o'rtoqlar. Va shundoqqina yon tomondan ko'ryapmiz, podvolimiz joylashgan. Uyimizning taq qismi to'laligicha podvol qilingan. Hozir uni ham ko'rib o'tamiz va tashqaridan ham kirsak bo'ladi podvolimizga, uyimizning ichidan ham kirsak bo'ladi. Ha, yana bu yerda yana yashil hududimiz bor va eng asosiysi binomiz qo'shni devoriga tirab qurilmagan o'rtoqlar. Anchagina joy tashalgan havo aylanishi uchun va kelajakda qanaqadir muammo bo'lmasligi uchun planirovkasi yurakdan qilingan. Zinamizdan kelaverishda uyimizning asosiy kiraverish eshigi joylashgan o'rtoqlar. Xo'p, uyimizga eng sifatli mahsulotda ishlatilgan akvalarimiz, granit toshlarimiz, kafellarimiz o'rtoqlar va uyimizning tashqi fasadi oppoqqina mana shunaqangi juda ham sifatli traversing qilingan. Uncha-munchaga o'chib ketmaydi. Qani sizlar bilan birgalikda uyimizning ichki planirovkasini ko'rib o'tamiz. Xonadonimizga kirib kelishimiz bilan bizani mana shunaqangi yorqin zalimiz kutib oladi o'rtoqlar. Uyimizda patkulch remontdan chiqarilgan yangi gilamlarigacha tashlab qo'yilgan o'rtoqlar. Xo'p, chap tarafdan ko'radigan birinchi xonamizda farzandlarimiz uchun mo'ljallangan bolalar yotoqxonasi va shu xonamizning ro'parasida mehmonlarimiz uchun mo'ljallangan birinchi mehmonxonamizni ko'rishimiz mumkin va shuni yonginasida navbatdagi ikkinchi mehmonxonamizni ko'ramiz. Kattaligi, remontlari juda ham zo'r holatda o'rtoqlar va birinchi qavatimizning so'nggi xonasi ota-onalarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxona. Uyimizdan isitish tizimlaridan radiator va hisobli poldan foydalanishgan. Va shundoqqina o'rtoqlar davom etar ekanmiz. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Birinchi qavatimiz uchun umumiy yuvinish xonasi va hojatxonasi joylashgan. Ko'rayotgan zinalarimizdan pastki podvolimizga tushib ketamiz. O'rtoqlar, uyimizning podvoliga tushib oldik. Mana shunaqangi chiroyli ta'mirlardan, remontlardan chiqarib qo'yishgan o'rtoqlar. Mana bu yerda kattagina zalimizni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda oila davrasida mazza qilib ovqatlanib o'tirsak bo'ladi. Bu yerga televizorlarimiz uchun joylar tashlab ketilgan va havo aylanishi uchun derazalarimizni ko'ryapmiz va yerimiz issiqgina chopli polimizda ishlayapti. Va shundoqqina yon tomonga o'tadigan bo'lsak, ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxonamizni ko'ryapmiz. Mebellari bor, tayyor holatda. Ko'rayotgan eshigimizdan hovlimizning tashqarisiga chiqsak bo'ladi va pastki qavatimiz uchun alohida umumiy yuvinish xonasi va hojatxonasi joylashgan o'rtoqlar va podvalimizda umumiy hisobda 3 ta xonamiz joylashgan. Birinchisi ota-onalarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxona, kattaligi, remontlar juda ham yaxshi holatda. Bu yoqda bo'lsa, ikkita farzandlarimiz uchun bolalar yotoqxonasi. Ikkalasini ham o'rtoqlar remontlardan chiqarilgan, chiroyli ta'mirlarda. O'rtoqlar, sizlar bilan birgalikda kottejimizning obzorini ko'rib o'tdik. Umumiy hisobda 3 ta kottejimiz sotuvga chiqyapti. Bir xil planirovkali. Xo'p, narx-navolariga kelayotgan bo'lsak, egalari 95 ming so'rashyapti. Ya'ni kelishtirib o'tib beriladigan joyi bor. Agar sizda 3 xonali kvartirangiz bo'lsa, boshlang'ich to'lov sifatida olib qolishadi va ipoteka yugur-yugur hujjatlarni o'zlari qilishadi o'rtoqlar. Sizga oyma-oy kam-kamdan bo'lib to'lashga variant qilib berishadi. Xo'p, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, okamizning pastda nomerlarini qoldiramiz. Srochni o'zlariga aloqaga chiqinglar.